Chunki volontyorstdan oxirgi kuni, keyin rasmlarga tushib olsam. Chunki volontyorstdan oxirgi kun bo'lgani uchun bunday kostyumga tushadigan fikrga keldim. Keyin bugun havoda unchalik yomg'ir yog'mas ekan. Mana sizlarga ko'proq atrofni ko'rsatay. Ertalab hech kim yo'q. Soat 6:30 va aslida 5:30 ga turganman, chunki kecha 6da ketish kerak edi. Lekin bugun bemalol 7:30 ga yetib borsak bo'lar ekan. Shunaqa vaqt metroga borib kerak. Kecha kelishim bilan uxlaganman, keyin ertalab yaxshilab nonushta qildim bu safar, kecha qilmagandim. Endi shunaqa tayyorlanib ketyapman. Buncha bir narsa qilishyapti. Chiqish hech kim yo'q. Mana biz metromiz. O'tgan videodagilar biladi. Mana birinchi videodan ko'rayotgan arkadaşlar. Do'stlarim. Metroga pastga tushsak, chekada universitetga bor, Nanyang universiteti. Welcome to Nanyang University. Bugün sochim kechaga dazmollangancha shunday turarsan, o'zini to'lqin sochi jingalakka shu ko'p vaqt ketadi. Mani familiyam shunaqa. Instagramim shunaqa. Yana kechagi joyga keldik. Kunga make. Men Starbucks ichmasam bo'lmaydi. Xullas, Starbucks 8da ochiladi. Oh my gosh. Vaqt ochmadi. Kares o'rtog'im ko'rdim. Chunachim. Dedik. Good morning. Xayrli tong. Chiqish kerak. 3-etajga. Xullas, liftga kirdik. Menga 1-etajdagi 103-xona tushdi. Shuni room monitor qilaman, qarayman. Prezentatsiyalarga javobgar bo'lib yozib turaman. Keyin naqayman oldim. Zerikmasdan. Shunaqa. Mana AirPods'imda ham podkastni eshitib o'tiraveraman. Xullas, hozir bo'sh vaqtim yo'q. Ularda speechni eshitib, ularga vaqtlarini aytib turaman. Stopwatchlar qilib. Balandroq gapirishni yoki 5 minut qolganini, 10 minut qolganini tugaganini. Shunaqa omad tilayman. Because it is an ongoing, like a part of my study.
And first of all, I will introduce the curriculum in our country. And in 2019, our government published a new policy called Taiwan's Curriculum. Nihoyat tugadi. Endi rasmiy tushyapti. Men podkast eshitdim yarmiga kelganda. Bittasini taqib olib. Hammamiz rasmiy tushdik. Va narsalarim olib, pastga, tepaga, 3-etajga chiqishim kerak. Xullas turkcha bilishlarkan gaplashdik, keyin turkcha so'z halimizga kelmay really degan so'z bor-ku, rostdanmi? Gerçektenmi? Evet, ana o'sha miyamga keldi. Gapisizim Google. Ha, gerçektenmi da. Rostdanmi degan so'zni matlar hamma joyi musor qo'yardik. Xullas shunaqa gaplar voydot turkcha bilaman-ku. Shunga shu xullas qiziq holat. Presenter didn't show up, ya'ni kelmadi. Bu admin bo'ldi. Uradiganmi? Hi. X qo'yib qo'ydim. Kulishyapti. Deb o'ylab qarasa X'ni ham ajoyib qo'yibman-da, X'ni. Shunga o'ldimi yoki rostdan kelmadimi deb gapiryapti. Bezod. Siz ham shetdamisiz? Xullas ajoyib. Men X qo'yib qo'yardim, yozib o'tirishim shart emas edim. Endi mana yerda o'tiramiz maza qilib. Все четко. Bunu olaman. Ana sizlar bilan bu sizlar bilan mukbang mana. Cultural purpose, goals, and competencies developing into Bu konferensiya ham tugatib oldik. Bu Sukmyung Yojadagi, ya'ni ayollar universiteti. Ikkita kampus bor, yo'lda ag'ada va bag'ida. Bu tarafda. Shunaqa logotipida yulduz rasmi bor ekan. Hozir ko'rsataman. Hozir ko'rgandek bo'ladim. Mayli. Mendan ko'rsataman. Endi batı konferensiyani hid o'rtog'im qiladi. Biz bitta universitetda o'qiymiz, keyin bitta yotoqxonada yashar ekanmiz, lekin bilmas ekanmiz. Ajoyib. Конечно, boshqa etajda yashaydi. Endi tepaga. Xullas biz mana yerda baganchakda o'tiribmiz, ya'ni har xil kasblarda experience qilib ko'ryapmiz-da, tajriba qilib ko'ryapmiz. Odamlar sumkasini narsalarni qoldirib ketadi, biz bitta yozib qoldiramiz, keyin shunaqa bitta raqamlarni beramiz. Xuddi Istiqlol sana saroylarida ham sumkalarini qoldirishadi odamlar. Shunga o'xshagan. Men telefon zarar kam qoldi. Men yana o'sha menga qadrli voydot power bankni ishlatyapman. Shunaqa chiroyli bezatib qo'yganman. Bitta blokda ko'rsanglar bo'ladi. Men ham qoldiraman. Buni aytgandim, dadam savob qilganda deb. Shunaqa. Endi photo time, ya'ni rasmga tushish vaqti. Hamma mancha mavzularda o'tsa kerak. O'rtoqlarim meni sog'inishibdi. Yes. Next year too. Sarang. Hattı. Hamma hattı qilyapti. Yurakchalar. Qaranglar, xullas men chips ham oldim. Qo'limda ko'pchilik buni idishlarda asalligini qaranglar. 30 ming won, 50 ming won, 300 ming, 400 ming, 500 ming.
Bular 69 ming ekan. Vau, dahshat, lekin chiroyli. Bunaqalar. O'rtacha bular. Klassni qaranglar. Zo'rligini. Bunaqa-yu, machalka qilib ishlatishardi. Adashmasam O'zbekistonda ham. Makkanikimi? Eshitganim полезный, foydali. Bakteriya to'plamaydi o'zida deb yaxshi, lekin shunaqa joylarda ko'rgazma. Bular hamda shunaqada. Zo'r. Is this eatable? Butterfly is also eatable. Butterfly is also eatable. Ah. Yeah. There's like carrot and this is chocolate and What? Is this real carrot? yeah. But you cannot eat this, right? That's carrot. This is a carrot flavor chocolate. And this is chocolate and this is orange. Bu sabzali, shokoladli, keyin orange ekan. Da. Good. Shunaqa, уже tugayapti, yopilyapti hamma joylar. Mana Pringles. Kutyapmiz odamlarni. Sumkalarni olib ketishgan. To'g'rimi? Menga o'rtog'im olib kelgan ovqat deyapman. Kebab. Biz rasm tushyapmiz. Orqada uzatishayapti. Xuddi bu protsess volontyorstva to'y o'tkazgandek bo'ldi. Stol-stullarda, surib, ovqatlarda, kofelarda, banana har xil. Thank you. Shunga o'xshadi lekin. Ajoyib o'xshadi shu. Men bilan bo'lganinglarga juda rahmat. Bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, volontyorstva bo'lib yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, menga podpisatsiya bo'lib, kommentariy qoldirishni unutmanglar. Kommentariy qoldirishni unutmanglar. Men albatta o'qiyman. Tugadi. Men rosa ham charchadim ekan. Yana bitta rasmga olamiz. O'zimning katta sumkam bilan kostyumim hamda Starbucks volontyorstva qilib chiqyapman. Alhamdulillah. Shukur. Orqamda Namsan. Hozir. Mana. Namsan. Endi ko'rindi. Shunaqa. Bilmayman. 2 soatdan beri tugadi deb yuribmanman. Atrofni ko'rsataman. Hozir. Namsancha. Sold out.